Salom hammaga, men bugun buloq fruita qanaqib 3 dengizga otishni o'rgataman. Buni ko'pchilik bilmas ekan, shunga men buni olib chiqishga qaror qildim. Videoni boshlashdan oldin videoga like, obuna bosishni unutmang. Birinchi bo'lib kafeda joylashgan bu yigiti yoniga kelib missiyani olamiz. Undan keyin sirazi shu joyga kelib 50 ta qaroqchilarni oldiramiz. Bu bizaga nimaga kerakligini bilmayman, lekin shuni qilishimiz shart. Undan keyin kafeda tepasidagi joyga chiqib boboyga fruit berib eshikni ochib olamiz. Qanaqa fruit bo'lish kerak desanglar, legendarniy bo'lish kerak. Shu joyda joylashgan bossni oldiramiz. Keyin o'sha yerda kirishda chap qo'lga yursak stol bor, o'sha yerda qanaqadir itam oqamaydigan yozuvlar bor, o'shalarni eslab qolamiz. Keyin kolosiumga boramiz, o'sha yerda it oqamaydigan yozuvlarni birin-ketin bosib chiqamiz eshik ochilishi uchun. Keyin qizil odam bilan gaplashamiz va u Indira bilan urushadi. Siz ham urushasiz, 1% Dark Blade qilichi tushishi. Keyin osimliklar oroliga borganingizdan keyin u yerda sizni 3-dengizga olib ketishga tayyor bo'lgan taksi turgan bo'ladi. U bilan gaplashib 3-dengizga otib olasiz. Mana 3-dengizga otib oldik. Bu oson bo'ldi. Shuni ham bilmaysizlar, albatta hammasi hazil. Endi videoga like, obuna bosishni unutmang. Keyingi video nima haqida bo'lsin kommentga yozib keting.